Xo'p, xudo xolasa bugungi ikkinchi montajlarimiz Qo'ng'ishloqda akamizga jamiki 5 ta rom bitta eshik qo'yib berganmiz. Eshigimiz asosiy kirovshlariga albur profildan, balkon profilidan и 2 qavat o'ynak, qora o'ynak qilib berganmiz. Romlarimiz Tower Plus 2 qavat o'ynak. Xo'p, uchala ochilishlari ham dvoynoy mexanizm bo'lgan, taylada va sliflari bilan, krishkalari bilan chiroyli qilib qo'yib berganmiz. Xo'p, ishlarimizga o'sha aytganimiz 3 yillik kafolat, 5 yillik seriyasi bor. Teylarni alyumin parol qilib berganmiz. Mana bunaqangi bemalol bosib o'tib ketaveradi. Rezinkalarimiz epidem yog'li rezinkadan xudo xolasa qaytib qolmaydi. Eshik yopilishlari. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, direksiyaga murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha ishlarni chiroyli bitkazib beramiz. Yana bitta narsa, montajni plankalari bilan xudo xolasa plastmas romlarni o'rtasidan teshmasdan chiroyli qo'yib berganmiz. Pona ishlatmasdan qo'yib berdik. Ertadan keyin atko'chchilar ponani chiqarib boshqa qilib muammo qilmaydi. Ruchkalarimiz ham bronz ruchkalaridan. Ochishlari yumshoqqina. Dvoynoy ishlashlari o'ta go'zal. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Ishlarni chiroyli bitkazib beramiz. Hammaga rahmat.